O'zbekiston yoshlari nafaqat sportda, balki turli sohalarda o'z salohiyatini namoyon qilyapti. Hozirgi kunda Yaponiyada yashayotgan Bahodir Iskandarov o'zining Facebook sahifasida ana shunday yoshlarning biri haqida eng aqlli yaponlarning sardori o'zbek degan post joyladi. Gap shundaki, dunyodagi eng obro'li, eng tartibli, xavfsizlik va xizmat darajasi bo'yicha yetakchi kompaniyalardan biri Yaponiya havo yo'llari bu yil 2100 dan ortiq bilimdon yoshlarni ishga olgan. Ammo bu yerda ishlash oson emas. Hattoki yaponlarning o'zlari ham bu yerda ishlashni orzu qiladi. Shunday kuchli raqobatda bizning yurtdoshimiz Muzaffar Orifjonov tanlab olindi. U nafaqat ishga qabul qilindi, balki sardor sifatida 2100 nafar yapon yoshlari nomidan so'zga chiqdi. Tasavvur qilyapsizmi? Yaponiyaning eng bilimdon, eng intellektual yoshlari orasida sardor o'zbek yigiti. Bu g'urur, bu ishonch bu yoshlarimizning qanday kuchga ega ekanini ko'rsatadi. Tanlov tafsilotlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Muzaffar Orifjonovning o'zi bilan telefon orqali bog'landik. Assalomu alaykum. Mening ismim Orifjonov Muzaffar. Namangan shahri, Namangan viloyatida tug'ilganman. 2020-yil Tokio xalqaro universitetiga o'qishga kelib, 5 yildan beri Yaponiyada istiqomat qilib kelmoqdaman. Talabalik davrimda, bo'sh vaqtimda yapon tilini o'rganib, hozirda 4 ta tilda so'zlasha olaman: o'zbek, rus, yapon va ingliz tillarida. Talabaligimning oxirgi yili 4-yilida Yaponiyaning 40 mingga yaqin ishchisi bor havo yo'llaridan biriga ishga qabul qilinib, 2025-yil 1-aprelda bo'lgan qabul qilish marosimida 2100 ishchining sardori bo'lib tayyorlanib, nutq so'zladim. Soham havo yo'llarining texnologiyalar bo'limida IT injener bo'lib ishlayman. Kelajakda o'z soham ustida ishlab, bilimlarimni orttirib, tajribalarim bilan bo'lishmoqchiman. Shuni aytishimiz mumkinki, buyuk ajdodlarimizning genlari navqiron avlodlarda qayta ko'z ochmoqda. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.